2026-yil 28-fevral shanba ertalab Tehron markazidagi Pastur ko'chasi va bu yerda bitta bino bor. Eron oliy rahbari Ayatulloh Ali Xomaniyning qarorgohi. Bu yerda bitta kamera bor. Oddiygina yo'l kamerasi va bir necha daqiqadan keyin mana shu oddiy yo'l kamerasi Xomaniyni o'ldiradi. Salom, men Saud va bugun men sizlarga so'nggi 16 yilni eng aqlli kiberhujumini aytib beraman. Bu hujum 16 yil davom etdi va bu hujum yuzlab muhandislarning ishtirokini talab qildi. Va bu hujumning eng muhim qismi texnologiya. Hech kim ko'rmaydigan joyi deyil. Sizlar shahringlardagi yo'l kameralarida. Tasavvur qilinglar, sizlar Xomaniyning shaxsiy tansoqchisizlar va sizlarga ishonadi. Sizlar uning yonida 20 yildan beri ishlaysizlar. Va bugun shanba soat 9 dan o'tdi. Xomaniy mehmon kutyapti. Eng yuqori darajadagi rahbarlar yig'ilishi kerak. Mudofaa vaziri, muhofizlar korpusi qo'mondoni va bosh shtab boshlig'i. Yig'ilish boshlanadi. Sizlar qarorgohning tashqarisida o'tiribsizlar. Sizlarning ishinglar har qanaqa tahdidni sezish va telefoninglar doim qo'lingizda. Soat 9 dan 45 daqiqa o'tdi va birdaniga samolyot ovozi eshitilyapti. Va juda g'alati. Juda g'ayritabiiy. Tehron havo hududi yopilgan. AQSh va Isroil bilan keskinlik bor, lekin urush emas. Hech qanaqa signal yo'q edi. Sizlar telefoninglarni oldinglar va hamkasbinglarga qo'ng'iroq qildinglar, lekin band juda ham g'alati. Boshqa raqam terasizlar, boshqa tansoqchi, lekin u ham band. Yana boshqa, yana band va hammasi band. Sizlarning telefoninglar ishlayapti, lekin tarmoq ishlamayapti. Pastur ko'chasi atrofida taxminan 10 ta mobil minora qanaqadir tarzda o'chirilgan va sizlarni bilmagan narsalar ham shu. Kimdir buni ataylab qildi. Kimdir istalgan vaqtda bu minoralarni o'chirib qo'yishi mumkin va o'sha kimdir ana hozir ularni o'chirdi. Soat 9 dan 46 daqiqa o'tadi va Pastur ko'chasidagi binoga taxminan 30 ta raketa tushadi va Xomaniy o'ldi. Mudofaa vaziri Nasrizoda, bosh shtab boshlig'i Bageriy va muhofizlar korpusi qo'mondoni Pakpor o'ldi. Birinchi 40 soniya ichida biza va Eronning eng yuqori harbiy siyosiy rahbariyati tugadi va savol shu yerda boshlanadi. Xomaniy dunyodagi eng yaxshi himoyalangan odamlardan bittasi edi va uni bunker aytishlaricha yer ostida liftda yetib borish uchun 5 daqiqalik joyda edi. Va uni aniq joyini bilish deyarli mumkin emas edi. Buni Eron razvedkasi yillar davomida ta'minlagan. Lekin Isroil bildi. Aniq xona, aniq daqiqa va aniq stol. Qanaqa qilib? Tehronni ko'r ko'zlari sababli 2018-yil atrofida Eron rejimi o'z fuqarolarini kuzatishni juda ham xohladi. Norozilar bor edi, dissidentlar bor edi va hijobni rad qilgan ayollar bor edi. Rejim yechim topdi. Tehronni kamera bilan to'ldirish. Yo'l kameralari, bino kameralari, transport kameralari va ko'chada har 50 metrda bitta kamera. Va bu kameralarning hammasi Xitoyniki edi. Hikvision, Dahua, Tiandi tanish eshitilyapti va 3 ta Xitoy brendi. Eronning butun kuzatuv tarmog'ini mana shular qurdi. Tiandi o'zini masalan Eronga do'st muqobil deb reklama qilardi. Ular muhofizlar korpusiga, politsiyaga, armiyaga sota olardi. Ular hatto so'roq qilish uchun yo'lbars o'rindiq deb nomlanadigan qiynoq qurilmani ham sotgan. Eron rejimi shunaqa o'ylardi. Bu kameralar bizaniki va biz xohlagan vaqtimiz kuzatamiz. Aslida bunaqa emas edi. Bu kameralarni Isroil ham kuzatib turardi. 2026-yil mart oyida Financial Times shunaqa yozadi. Isroil razvedkasining maxfiy bo'limi Unit 8200 yillar davomida Tehronda deyarli barcha yo'l kameralarini buzgan edi. Video tasvirlar shifrlanardi va Tel Aviv hamda Janubiy Isroildagi qayergadir yuborilardi. Tushunishga harakat qilinglar. Bu shunchaki bir necha kamera emas. Bu 100 minglab soat va har kuni bir necha yil davomida degan. Va ulardan bittasi maxsus joyda turardi. Xomaniyning qarorgohi yaqinida edi. Bu kamera juda ham oddiy ko'rinardi va yo'l kamerasi edi. Lekin u maxsus burchakdan o'rnatilgan edi. U Xomaniy tansoqchilari shaxsiy mashinalarni qo'yadigan avtoturargohni ko'rsatib turardi. O'sha burchakka moslashtirilgan. Xomaniy harakat qilishidan oldin uni tansoqchilar mashinaga keladi va tansoqchilari Xomaniy bilan harakat qiladi. Tansoqchilar bu signal, bu kamera Xomaniyning qo'lankasi edi. Lekin bitta kamera bilan odam o'ldira olmaysizlar. Bu shunchaki ma'lumot. Qayerda kim turibdi? Sizlarga ko'p kamera kerak va sizlarga boshqa bitta narsa kerak. Sun'iy aql. Unit 8200 Isroil razvedkasining texnologik bo'limi bitta narsa qildi. Ular buni Target Production Machine deb nomladi, ya'ni nishon ishlab chiqarish mashinasi. Bu shunaqa ishlardi.
Birinchi qism kirish ma'lumotlari, unga ma'lumot berishimiz kerak. Tehron kameralaridan jonli video oqimi, minglab kanal, mobil aloqa signallarini tinglash, sun'iy yo'ldosh suratlari yuqori aniqlikdagi har 30 sm gacha ko'ra oladi va Mossad agentlari hisobotlari, ya'ni yer ustidagi odamlardan va eng muhimi nima bilasizlarmi? Tarixiy ma'lumotlar, kundalik tarixiy ma'lumotlar. Ya'ni bu odam odatda qachon qayerga boradi? Bu odam qachon qanaqa mashinaga o'tiradi yoki bu odam payshanba kuni ertalab nima qiladi? Bu hayot namunasi deyiladi. Inglizchada bunga pattern of life deymiz. Bitta Isroil ofitseri Financial Times'ga shunaqa deydi. Biza Tehronni, Quddusni bilgandek bilardik deydi. O'sib ulg'aygan ko'chalarni bilgandek boshqa ko'chani bilganinglarda, u ko'chada nima yo'qolganini darrov seza olardinglar. Ya'ni bu xonanglardan nimadir yo'qolib qolishiga o'xshaydi. Endi ikkinchi qism. Bu ma'lumotlarni hammasini AI bitta joyga birlashtiradi, ya'ni sun'iy intellekt. Kompyuter ko'rishi kameradagi har bitta yuzni, har bitta mashinani va har bitta yurish tarzini taniy oladi. Ijtimoiy tarmoq tahlili bu odam bilan har payshanba uchrashadi degan naqshlarni topdi. Anomaliya aniqlash. Bu odam hech qachon shu vaqtda shu yerda bo'lmagan. Demak, nimadir o'zgardi deb signal bera oldi va eng oxirida 3-qism, ya'ni chiqish. Mashina bitta narsa ishlab chiqaradi. Bittagina narsa. 14 ta raqam. Bu raqamlar koordinata, lekin oddiy GPS koordinatasi emas. Juda aniq. 14 ta raqam bu sizlarning xonanglardagi aniq joyinglar. Ya'ni sizlarning o'rninglar, sizlarning stulinglar santimetr darajasida. Xomaney yig'ilish xonasiga kirdi, stol atrofiga o'tirdi va AI mashinasi 14 tagina raqam ishlab chiqardi. Va 14 ta raqam Isroil reaktiv samolyotiga jo'natildi. Soat 9 dan 45 daqiqa o'tdi. Soat 9 dan 46 daqiqa o'tdi. Xomaney o'ldi. Va birinchi marta tarixda bitta davlat boshlig'i AI mashinasi tomonidan ishlab chiqarilgan koordinata bilan boshqa davlatdan turib o'ldirildi. Hozir shunaqa o'ylab turganinglarni his qilayotgandayman. Bu film ssenariysi, ya'ni Gollivud filmi-ku deb. Bunaqa emas, ya'ni bu 16 yil davomida qurilgan doktrina aslida. Boshlanishi 2010-yilga taqaladi. AQSh va Isroil birgalikda Stuxnet deb ataluvchi kompyuter viruslarini ishlab chiqqandi. Bu haqida oldin ham gaplashgandik va bu virus Eronning Natanz yadro stansiyasiga yashirin yo'l bilan kirdi. Gollandiyalik inson orqali aslida va yadro sentrifugalarini ishdan chiqardi. Va hech qanaqa bomba, hech qanaqa raketa, faqatgina fleshkadagi kod va 1000 ta sentrifuga ishdan chiqdi. 30%. Bu tarixdagi birinchi marta kompyuter kodi fizik dunyodagi halokat keltirib chiqarish edi. Ya'ni kod tashqariga chiqqan edi. Keyin 2021-yil Isroil bilan bog'liq guruh Predatory Sparrow Eron temir yo'l tarmog'ini buzib kirdi. Poyezdlar to'xtab qolganda stansiya doskasida esa shunaqa narsa edi. Xomaneyni o'z shaxsiy kabinetini telefon raqami, ya'ni istagan inson telefon qilishi mumkin. 2022-yil xuddi shu guruh Eron po'lat zavodiga kirdi. Mashinalar nazoratdan chiqdi va eritilgan po'lat zavod ichida to'kilgandi va guruh qaytib hujum qilingan tasvirlarni ham o'zlari nashr qilgandi. 2023-yil esa Eron yoqilg'i quyish shoxobchalari 70% nasoslab o'chdi. 2024-yil sentyabr. Endi mana bu narsani eslashinglar kerak. Livan Hizbulloh jangchilari pager ishlatardi. Bu eski telefon kabi qurilma va ular pager ishlatardi chunki xavfsiz deb o'ylashardi. Chunki telefonlar tinglanadi deb o'ylashardi. Aslida telefon bilan o'rtasida ko'p farq yo'q. Va bir kuni barcha pagerlar bir vaqt o'zida portladi. Isroil soxta kompaniyalar yaratdi. Mana shu ishni qilish uchun bu kompaniyalar pager sotadi. Va har bitta pager ichida 6 gram portlovchi modda yashirilgan edi. Va Livan sog'liqni saqlash vazirligi shunaqa dedi, 12 kishi halok bo'ldi pager hujumida, 2750 kishi yaralandi. Keyingi kun ham radio aloqalar portladi va yana 30 kishi o'ldi. Bu ta'minot zanjiri hujumi, oddiy hujum emas, texnologiya, qurol emas. 2024-yilning iyulida Hamas yetakchisi Haniya Tehrondagi mehmonxonada o'ldirildi. Uni yotoq xonasiga 2 oy oldin yashirin bomba o'rnatilgan edi. 2 oy bombani ustida uxlagan edi. Nasrullah Bayrutdagi bunkerda o'ldirildi. 83 ta bunker bostirib bomba bilan. Lekin oldin Mossad agentlari maxsus signal qurilmalari o'rnatishgan edi. Va 2026-yil fevralda Xomaney endi men sizlardan bitta narsa so'rayman. Bu hikoyani menga nima daxli bor? Bu mendan minglab kilometr uzoqlikda. Lekin 2019-yil noyabrda Amerika nashri Foreign Policy shunaqa yozadi. Huawei O'zbekiston bilan $1 milliard shartnoma tuzdi.
Ya'ni 883 ta kamera Toshkentda o'rnatildi. 1 milliard dollar va bu birinchi qadam edi. 2025-yil dekabrda Amerika texnologiya jurnali TechCrunch shunaqa yozgan deysizlarda bo'lsa, O'zbekistonning milliy raqam tanish kuzatuv tizimi internetda parolsiz ochiq edi. Aslida bunaqa emas edi. Test rejimidagi kameralar chiqqani va hokazo haqida keyinchalik tafsilotlar berildi. Va bu Max Vision degan Xitoy kompaniyasi tomonidan qurilgan edi. Kameralarda Holowitz degan boshqa Xitoy kompaniyasining logosi bor edi. Toshkent, Jizzax, Qarshi, Namangan. Va o'sha researcher tadqiqotchi bir necha soniya ichida bitta haydovchini 6 oylik harakatini qayta tiklay oldi. Ya'ni Chirchiqdan Toshkentga, Toshkentdan Eshonguzarga har kuni, har soatda qayerda to'xtagan, qayerda yoqilib qo'ygan. Hech kim bu odamning roziligini so'ramagan. Hech kim bu ma'lumotlarning qayerga ketishini bilmagan. 2026-yil yanvarida ID.gov orqali ma'lumotlar oqdi va raqamli texnologiyalar vaziri 60 ming yozuv ochilganini tasdiqladi. Bloody Wolf deb ataluvchi xakerlar guruhi 2025-yilda oktyabrdan boshlab o'zbek davlat tashkilotlariga soxta xat yuborib turibdi va soxta adliya vazirligi xatlari, Java fayllari NetSupport degan ko'rinmas dastur orqali borgan va Group IB tahlilchilari 50 dan ortiq o'zbek qurboni borligini tasdiqlagan. Kiberxavfsizlik markazining 2024-yil hisoboti 12 million kiberhujum urinish, 2025-yilda 107 million va 2026-yilda 200 milliondan ortiq prognoz qilingani aytiladi va bu raqamlar sizlar aqilada. Sizlarning telefoninglar, sizlarning bank kartanglar, sizlarning xizmat ko'rsatuvchi davlat tashkilotinglar. Va bu yerda savol o'zgaradi. Endi savol Tehronda nima bo'ldi emas. Endi savol bu siz bilan ham bo'lishi mumkinmi? Va bundan chiqaradigan 5 ta darsimiz bor. 1. Tarmoq segmentatsiyasi. Tehron kameralari nima uchun buzildi? Chunki ular bitta tarmoqda edi. Ya'ni chet eldan buzib kiruvchilar bilan bitta tarmoqda. Bitta kamera buzilgach, boshqa minglab orqasidan keladi va yechim oddiy edi. Kameralar alohida tarmoqda turish kerak edi va faqatgina kuzatuv markazigagina ma'lumot jo'natish kerak edi. 2. Parol gigiyenasi. Hozir men sizlarga shunaqa narsa deya olaman. Internetda 100 ming talab kamera bor, ochiq va ularning ochiqligini sababi paroli admin yoki 12345 yoki root bo'lgani uchun. Sizlarning uylardagi kameraning paroli ham zavoddan kelgan parol bo'lishi mumkin. Agar shunaqa bo'lsa, almashtiringlar hozirroq. 3. Dasturiy yangilanish. Kameralar bu kichik kompyuterlar va ularni yangilashinglar kerak. Lekin hech kim bu ishni qilmaydi. Tehronda balki Isroil 2017-yildagi Hikvision zaifligidan foydalangan bo'lishi mumkin. 2017-yil 8 yil oldin yangilanish chiqqan edi, lekin hech kim o'rnatmagan. Hech kimning vaqti yo'q. 4. Egress monitoring, ya'ni sizlarning qurilmanglar qayerga ma'lumot yuborayotganini ko'rish. Tehron kameralari Isroildagi serverlarga ma'lumot yuborardi yillar davomida. Buni hech kim sezmagan. Sezish mumkin edi, faqatgina qarash kerak edi. 5. Zero trust deyiladi inglizchada, ya'ni nol ishonch. Hech qaysi qurilmaga avtomatik ishonma. Sizlarning uylardagi smart televizorlarga ishonmaslik kerak, sizlarning ofisinglardagi kameraga ishonmaslik kerak va sizlarning shahringlardagi yo'l kameralariga ishonmaslik kerak. Har kuni ulanishni tekshirishinglar kerak. Qayoqqa ma'lumot ketayotgani bilinishi kerak. Va shunaqa qilib biz boshlagan joyga qaytamiz. Yo'l kamerasi. U Tehronda, u Toshkentda va yoki Jizzaxda yoki Qarshida yoki Namanganda. Sizlarni ko'rib turibdi. Savol, yana kim ko'rib turibdi? Bu savolga javob izlasanglar, HUD Training Centerga kelishinglarni tavsiya qilaman. O'zbekistondagi eng katta kiberxavfsizlik community biza va pastdagi linkdan ro'yxatdan o'tishinglar mumkin yoki shunchaki qo'ng'iroq qilib ma'lumot olishinglar mumkin. Sizlarning shahringlardagi kameralar kimnidir nishonida emasligini ta'minlash bu sizlarning ishinglar va biz sizlarga buni qanaqa qilib qilishni o'rgatishimiz mumkin.